Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Yana bitta tayyor bo'lgan zdaniyamiz Jizzax viloyati Zomin tumanida. Shu joyga qancha material ketgan, qancha summaga bitgan, necha kvadrat bunisini aytib boramiz. Bu joyimiz общий kvadrati 650 kvadrat. Tom qismidan hisoblasangiz, agar uydan uyga buni razmer hisoblasangiz, sesmadan sesmaga 550 kvadrat joy. Bu joyimizga bu tomoni 17 yo 20 ga, 25 yo 20 joy. Bu tomoni esa 15 ga 750 joy. Turo tomoni ham kvadrat shapka qo'yilgan, 70 qo'yilgan. Hamma tomoni konvert. Mana bu tomoni ham konvert bo'lgan. Kvadrat konvertga yopilgan. Xo'sh, bu zdaniyamizda ustunlari uyda egasidan qo'yilgan. Bizga qilib berayotgan rasxod uyda egasini faqatgina ustiga tunikasini olib beradi bo'ldi. Qolgan material, ustalar, elektrod, bagage tosh, apparat hamma narsa o'zimizdan olib kelib, patkulush topshirib beramiz. Uyda egasi bizga faqatgina tunikasini olib beradi ustiga bo'ldi. Qolgan hamma mahsulot o'zimizdan olib kelib qilinyapti. Betonlarni ham quyirib qo'ygan. Ustiga to'sinliklar biz tashlab beryapmiz. Mana tashlangan to'sinliklar. Bu zdaniyamizni tagdagi balonlari. Bu zdaniyga firmalarda orasi 1.20 dan qo'yilgan. Reykalar 0.65 qatirilgan. Bu yerga lomboz bo'ladi. O'ngsa pena qo'yadi, o'shanga moslab qo'yilgan. Tayyor sesmaga nolga olingan joyga firmalar terib qo'yganmiz, chiroyli qilib mana. Bu uyning ichi mana. Shu 7 xonami, 8 xonami uyda. Hammom, sanuzel hamma narsa ichida bo'lgan. Bu zdaniyamizni hamma tomoniga 70 chiqqan, mana bu tomoniga 2,5 metr shapka chiqarib berganmiz. Uyda egasi spesialni o'g'li chiqargan. Keyinchalik deb ustiga qo'yib, nafis chaqanmadigan, общий bitta firmadan chiqaring degan. Uyda egasiga gapiga ma'qullab turib, 2,5 metr shapka qilib chiqarib berdik. Bu tomonlari bo'lsa, ponni hammasi 70 chiqqan. 0.61 ga qatirilgan. Mana bu uyning ichidan ko'rinishi mana. Yog'och bilan rasmiysa qilsa bu materialda masalan 500 kvadrat joyga 100 millionga bitsa sredniy. Yog'och bilan rasmiysa qilsa 5 million 6 million rasmda qiladi. Mustahkamlik ancha yog'ochdan mustahkam bo'lib yopilgan bu joy. Bu tashqaridan ko'rinishi zdaniyani. Общий bu zdaniyani kvadrati 215-216 mingdan tushgan. Общий summasi 120 millionga tayyor bo'lgan. Bundan tashqari to'qona qilamiz, naves, omborxona 30 metrgacha biznesni olib beramiz. Ofis, katta zdaniya omborxonalarda. 17 metr bo'lsa 30 metrgacha bitta ham ustun tushmaydi, biznesni olib beramiz. Garantiyasi hamma yo'q bor. Ishonmaganlarga, xohlovchilarga notaris orqali ham garantiya beramiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda bilan aloqa chiqarasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Qulay fasonda, siz aytgan fasonda chiroyli qilib arzon narxlarda olib beramiz.